Derazadan tushar nur, doskada qolgan izlar bor. Bir umrday cho'zilgan kunlar ko'nglimda hali ham yorar. Parta ustida kulgan payt, dugonamning sekin nidosi. Sinfxona eshigi jim turar, ketarkanmiz yurak yo'g'ridi. Oxirgi qo'ng'iroq yangrar, ko'zlarimda yosh jim turar. Bir-birimizga termulib, vaqt bizni ortda qoldirar. Hayır maktabim, hayır endi. Seni unutolmasman men. Hayır maktabim, hayır endi. Bolaligim shu yerda qolgan. Hayır maktabim, hayır endi. Sinfdoshim yonimda tur. Hayır maktabim, hayır endi. Bu xotira yurakdan Shu yo'lakda yugurardik, qo'lga qo'l berib kulardik. Imtihonli tunlar o'tdik, orzularni birga tizardik. mening yuz-ko'zim oq niyat, har bir so'zing yo'lga nur. Sening mehring, sabring bilan ko'nglimizda qoldi shu sur. Oxirgi qo'ng'iroq yangrar, ko'zlarimda yoshim turar. Bir-birimizga termulib, vaqt bizni ortda qoldirar. Hayır maktabim, hayır endi. Seni unutolmasman men. Hayır maktabim, hayır endi. Bolaligim shu yerda qolgan. Hayır maktabim, hayır endi. Sinfdoshim yoningda tur. Hayır maktabim, hayır endi. Bu xotira yurakdan Bir kun qaytarman balki men shu hovli, shu qadamlarimga. O'sha kulgu, o'sha ovoz yana kelar tushlarimga. aytgan vaqt ham kechirmasin bunday pok bir xotirani. Biz ketamiz lekin qolur maktabdagi ilk bahorning. Hayır maktabim, hayır endi. Seni unutolmasman men. Hayır maktabim, hayır endi.
bolaligim shu yerda qolgan. Xayr maktabim, xayr endi sindoshim yonimda tur. Xayr maktabim, xayr endi Bu xotira yurakdan nur. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikni. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira. Maktabiylarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. Qani vaqtni qaytarishga yetganda kuchiman, boshidan boshlasam yetardim man qadringga sani. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo. Endi chiqadi yuragim ovozi pastroq. Qalbimda hayajon, bunday tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi, sanda hayot bekor. Va'da beraman, o'rgatganing esimda qoladi, lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim.
Gar bolalik chog'lari jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Xayr maktabim, xayr do'stlarim, sho'xligim. Afsus afsus sendagina
shirin xayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq shirin shirin xayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim ustozlardan saboqlar oldik gohi darsga kechga ham qoldik mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik ustozlardan saboqlar oldik gohi darsga kechga ham qoldik mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim qanday sehring bor ekan maktab bizga mehring yor tabarruk ma'volar yurti ulug'beklar qodiriylar daholar yurti yetti iqlim maftun bo'lgan navolar yurti vatanga millatga jon fidolar yurti assalomu alaykum hurmatli ustozlar aziz o'quvchilar qadrli tadbir ishtirokchilari bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Bugun beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehri daryo ustozlar farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Mazkur o'quv yilida maktab internatini 53 nafar o'quvchi tamomlab, katta hayot ostonasiga qadam qo'ymoqda. Dilda zo'r ishonch va mamnuniyat bilan ularni davramizga taklif etamiz. Tarix tavsifining yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi.
Hurmatli tadbir ishtirokchilari, hozir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning maktab bitiruvchilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittiramiz. Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkorlar kuchini ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Ana shu farzandlarimni, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlari bilan chin dildan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'ryapsiz, bugun hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zaruratga aylanmoqda. Mehnat bozori hujjat emas, amaliy bilim va malaka natija so'rayapti. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Qadrli farzandlarim,
bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga, uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Bugungi hayotimizda sizlar uchun ibrat bo'ladigan yutuqlarimiz, yosh qahramonlarimiz ko'p. Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov, Abduqodir Husanov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olamida butun dunyoni qoyil qoldirmoqda. Barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Men ishonaman, sizlarning orangizdan ana shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari el yurti ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu. Siz bugun maktabni tugatdingiz, lekin katta hayot maktabi endi boshlanmoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizda katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib, hamisha olg'a boring. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin, aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Hurmatlilar, tadbir ishtirokchilari, bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'zni maktab internati direktori, oliy toifali matematika fani o'qituvchisi, xalq ta'limi a'lochisi, faol tadbirkor, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi 30 yil ko'krak nishoni sovrindori, 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibasi Shodmonali va Muhayyo Bahodirovnaga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qadrli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori shiori ostida o'tkazilayotgan so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbiriga xush kelibsiz. Qadrli bitiruvchilar, avvalo mana shu quvonchli ayyomda yetuklik shahodatnomasini qo'lga olib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan chin qalbimdan samimiy qutlayman. Sizlarning zamonaviy ta'lim olib, kasb hunar o'rganib, jamiyatimizda munosib o'rin egallashingiz uchun yurtimizda barcha sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. O'z bilim va iste'dodini vatanimizga munosib farzand bo'lishdek maqsadlarga sarflashni niyat qilgan siz kabi yoshlar yangi O'zbekistonning bebaho xazinasidir. Joriy o'quv yilida 15 Divi jamoasi barcha sohalar bo'yicha bir qator yutuqlarga erishdi. Maktab internatida faoliyat olib borayotgan salohiyatli pedagoglar fidokorona mehnatlari bilan ta'lim muassasasi rivojiga munosib hissa qo'shdilar. Ilg'or tajribali ustozlar Ubaydillayeva va Dilfuza, Yoqub va Gulassar, Matboboy va Guljohon, Akbar va Xurshida, Ubaydillayev Ikromjon, G'oziyev Hasanboy, Omon va Feruza, To'lan va Gulizebo, Husan va Husnigor xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. Ijodkor o'qituvchilardan Yoqub va Gulassar, Ermat va Nurunsa, Omon va Feruza, G'oziyev Hasanboy, Ubaydillayev Ikromjon, Abdullayev va Nilufar, Qobilova va Doramlarning ish tajribalari respublika miqyosida ommalashtirildi. Maktab internatining iqtidorli va iste'dodli o'quvchilari turli ko'rik tanlovlar, sport musobaqalarida ham munosib ishtirok etdilar. 11-sinf o'quvchilari Mahmudov Hayotbek, Qutbiddinov Vasliddin, Mirza Bahram va Azizxonlar fan olimpiadalarini tuman va viloyat bosqichlarida yuqori natijalarga erishdilar. 8-sinf o'quvchisi Yoqubov Behruzbek sportning kung-fu turi bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladi. A'lo o'qishi,
namunali huquqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan 11-sinf bitiruvchilari Jumayeva Fatima, Mamidxonova Feruza, Obidova Kibriyo, Urayimjonova Oygul, Abdurashidova O'g'loy, Akramjonova Rayona, Kamolzinov Muslimbek, Ne'matova Kabira, Oripova Rayhonalar oltin medalga tavsiya etildilar. 11-sinf bitiruvchilari milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishda yuqori natijani ko'rsatdilar. 53 nafar bitiruvchilar umumta'lim fanlari bo'yicha jami 108 ta sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. 11-B sinfning 6 nafar iqtidorli o'quvchilari muddatidan oldin Abu Rayhon Beruniy universiteti talabasi bo'ldilar. Aziz mehmonlar, barcha yutuqlar zamirida maktabimiz yuragi iftixori bo'lgan ustoz Rahimova Huvaydo opaning mehnatlari deb bilamiz. Aziz o'quvchilar, halol mehnat, ilmga, kasbga, ota-onaga, oilaga sadoqat insonni yuksaltiradi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qobiliyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalarni kutadi. Sizlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tamomlaganingiz bilan yana bir bor samimiy tabriklayman va bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Shunday yurt yuragingga g'am bo'lmas. O'zbek eli hech kimsadan kam bo'lmas. Jannatlarda paydo bo'lgan yurtdir bu. Jaloliddin bu kunlarni ko'rmadi. Amir Temur orzu qilib tolmadi. Muqannachi olovlardan izladi. Tarixi boy matonatli Yurtdir bu. Doim asrab avaylar o'z makonini o'zbek eli e'lon qildirar dunyoni. Navoiysi titratgan yer samoni ajdodlarim orzu qilgan Yurtdir bu. Chiroqlardan yurtlarini sotgan emas, to'madisa qanchalam yutgan emas, qiynalsa-da o'z yurtini sotmagan madonatli jasur. Yurtdir bu. Yuragida orzu bordir, ishonch bor, yuzlarda doim kulgu, quvonch bor. Bari go'zal, yana bari betakror, go'zallikda oshno bo'lgan Yurtdir bu. Quchoq ochib kitob olar mehmonni, har narsadan aziz bilan insonni, o'z qo'lida doim uni imkoni, o'zga bek, o'zbek degan Yurtdir bu. Joykiyar fidoi mehnat halol, qancha maqtasak ham biling shuncha oz. Bilimlar berasiz, kelmayin malol, sog' bo'ling, bor bo'ling, Rafiy ustoz. Darsingiz olamiz ham o'g'il ham qiz, yoz bo'lsin, kuz bo'lsin, qahraton ayoz. Dunyoda eng buyuk shubhasiz sizsiz, sog' bo'ling, bor bo'ling, Rafiy ustoz.
yurib hayrona hayrona. Ko'rinib ko'chada ko'ksarga qilaman qo'sh otdi nogoh ko'rinib ko'chada ko'ksarga qilaman qo'sh otdi qo'sh ko'chada inoqirdan ko'paslar zor bir boqdi urshoq qari ko'zlar ofat so'z otash hay hayni to'g'ri bir şey vaqtli tamam ko'ziga hayron ish yo'qdi ketdi bir şey vaqtli tamam o'ziga hayron ish yo'qdi ketdi bir vaqtdi ketdi o'n yo'qdi ketdi hay hayni javob bir zoritdi ketdi bir vaqtdi ketdi o'n yo'qdi ketdi hay hayni javob bir zoritdi ketdi.
buzilib to'kilma marjon bo'laman deb jonimni tilma jonon bo'laman deb xonim shirma ham yon bo'laman deb jonimni tilma jonon bo'laman deb xonim shirma ham yon bo'laman deb uzilma deyman yerdan uzilma deyman yo'lingga bor yiqilma osmon bo'laman deb yo'lingga bor yiqilma osmon bo'laman deb jonimni tilma jonon bo'laman deb xonim shirma jonon bo'laman deb osmon bo'laman deb marjon bo'laman deb Ketmoqdamiz ko'zimizda yosh, ayrilishib bugun bag'ritosh, jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq, xayr maktab, xayr sinfdosh. Quvnoqmas suyu kiprikda namlar, qalbimizda shodlik g'amlar, shirin damlar, baxtiyor damlar, xayr maktab, xayr sinfdosh. Kelajakka quchoq ochib soz, har tarafga qilamiz parvoz, rozi bo'ling bizlardan ustoz, xayr maktab, xayr sinfdosh. Yuzlaringga termilgancha majnun bo'lib men seni sevdim, qalbimdasan mening ilk sevgim, xayr maktab, xayr sinfdosh. Noming yashar qalbimda harmon, sirdosh do'stim mening mehribon. Unutmayman seni hech qachon, xayr maktab, xayr sinfdosh. Achchiq yoshga to'la ko'zlarim, hayajondan yonar yuzlarim, sog'inaman sizni do'stlarim, xayr maktab, xayr sinfdosh. O'tab endi ayol yillar, sog'inchlarga to'ladi dillar, silkinadi havoda qo'llar. Xayr maktab, xayr sinfdosh. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugungi bitiruvchilarimizni tabriklash uchun so'zni Andijon viloyati suv ta'minoti izboskan filiali rahbari Karimov Azamatjonga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli murabbiylar, hurmatli bitiruvchilar. Sizlarga kelgusi ishinglarda muvaffaqiyat, omad tilayman. Doimo bilimli, aqlli bo'lib yuringlar. Men bu o'quv ta'lim muassasasini bilaman. Tumanda ta'lim, intizom, tartib bo'yicha eng birinchi raqamli ta'lim muassasasi bo'ladi. Yoshligimda ham fizika, matematika, boshqa bo'yicha 15 diniy ketdi desa, o'zi boshqa o'quv ta'lim muassasalariga chiqib ketaverardi. Menimcha bu bitiruvchi 53 nafar bitiruvchilar 100% o'qishga kirdinglar deb o'ylayman. Mana qo'linglarda ikkitalab mana ALT sertifikatlari bor ekan mana. 6 topdi mana. Bu xalqaro toifadagi sertifikat hisoblanadi. Men uchun o'qishga kiribdi. Sizlarning kelgusi ishinglarga muvaffaqiyat tilayman. Doimo shunday quvnoq, zukko, aqlli, esli hushli va tarbiyali bolalar bo'lib yetishinglar. Yuksak va muvaffaqiyatli, tartibli kasbni egallashinglarni tilab qolaman. Rahmat barchangizga. Ilmiy va iliq tilaklaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgan, har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgan, har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgan. Vatanimizdan kutmoqda bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bizda kamdir barchalar armon ishlar
bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom 7 yoshida qayerni yod olgan kim bizning Navoiy bobom? Bosgan tumanidagi 15-davlat ixtisoslashtirilgan maktab internati 11-sinf o'quvchisi Bahodir Behruzbek umumiy o'rta ta'limni yakunlar ekanman. Egallagan bilimlarimizni xalqimiz farovonligi yo'lida sarflashga, ustozlarimiz va ota-onalarimiz ishonchini oqlashga, milliy qadriyatlarimiz va insonparvarlik tamoyillariga hurmat bilan qarashga, halol, vijdonli, mas'uliyatli inson bo'lib yashashga, tinchlik, do'stlik va hamjihatlikni qadrlashga, yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilishga, maktabimiz va vatanimiz sharnafini har doim yuksak tutishga tantanali ravishda qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz.
oila, vatan ichra, vatan oila, har oila mustahkam bo'lsin. Aziz o'quvchilarimizni tarbiyalashda bizga hamkorlik qilayotgan, bizni qo'llab-quvvatlayotgan ota-onalarimiz bugungi tadbirimizda ishtirok etmoqda. Shunday ota-onalar vakillaridan biri faxriy ustozimiz Abdulhamid Satimovga so'z navbatini beramiz. Rahmat qizim. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Aziz farzandlarimiz, aziz o'quvchilar. Bugun qalbimizda bir ajoyib bir xursandchilik, yaxshi kayfiyat. Buni qanday bayon qilishni men shu yoshga kirib meni hayajonlanib turibman. Ko'pchilik oldida haqida gapirish qiyin. Hayajonlarimiz bisyor. Men bundan 5 yil burun shu nabiramni shu yetalab kirib kelganimda eslayapman-da. Muhayyoxonni olgan Muhayyoxon. Men havas qilib keldim. Chunki o'sha vaqtda men ham shu ma'lum sohasida ishlab turgan vaqtim edi. Rayonimizda 50 ta oshiriq maktab, ixtisoslashtirilgan 15-maktab diniy davrida respublikaga chiqqan davrlar edi. Havas qilib, mana shu nabiraman masjidda o'qisin. Chunki eshitganmiz, televideniya orqali, radio orqali, matbuot orqali sho'yni bitirgan bolalar 90% o'qishga kiribdi. Toshkentlarda, oliygohlarda eng yuqori ballarni egallabdi degan gaplarni eshitganimdan keyin shu yerga olib kelib iltimos bilan kelganman, lekin ballarni ham o'zi to'plab kirdi. Men shu yerda hamma ota-onalar nomidan shu yerda ishlayotgan jamoaga, birinchi Muhayyoxon, rahmat qizim, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqangi ajoyib kollektivni shakllantirganingiz uchun, mana qangi qo'llariga 4 tadan, 2 tadan, 3 tadan sertifikatlarni olib o'zicha bo'lgani yo'q. Bu sertifikatni magazinlar olib berib bo'lmaydi, tanish bilishga olib berib bo'lmaydi. Respublika tan berib, ashida olimlarimiz bergan baho bu. Buni rasmiyat ko'paytirib bo'lmaydi buni. Shuning uchun halol mehnatlaringiz o'tib berdi Muhayyoxon. Kam bo'lmanglar. Foyda opa, rahmat. Mana shu yerda mehnat qilgan shu farzandlarimizga dars bergan pedagog xodimlar, o'qituvchilarimiz, qizlarimiz, hozirgi mayga chiqqan opalarimiz, rahmat, hammalaringga rahmat. Mana shu yerda ularni ertalab kelishni kutib olgan qorovul tog'alarga rahmat. Ustoz murabbiylariga, sinf rahbarlariga, yotoqxonada bularni kechasi kunduzi birga yotib, birga turib, choyini, nonini qilib bergan shu yotoqxona a'zolariga, farrosh opalarimizga rahmat. Bularning xonalarini doim pokiza qilib saqlab kelishdi. Men doim uyga borganda so'rab turaman-da, havas qilib turaman. Muhayyoxon bu yerdagi tartibga havas qilaman. 50 ta oshiriq maktab bo'lsa, nechta diniy bo'lsa, viloyatimizdagi diniylar ichida ham eng tartiblisi, eng intizomlisi shuni havas qilib deyamiz bizga. Qachon kelsak pokiza, qachon kelsak gullar ochilib turgan, qishin yozin. Bunaqa bir tartibsiz turgan ko'rgan emasmiz. Xonalari ham chiroyli. Voy opa rahmat. Men ota-onalar nomidan, hamma jamoa nomidan, xalqimiz nomidan shu pedagogik jamoaga, Muhayyoxon boshidagi jamoaga ming rahmat. Ta'zim bizlarga ta'zimdan. Rahmat bo'linglar. Endi farzandlarimiz, yoshlarimiz, mana hududda o'g'il qizlarimiz iltimoslardan. Hayot maktabi juda og'ir bo'ladi bu. Har xil to'siqlari bor. Lekin men ishlaman, qo'lingizdagi buni bekorga berilgani yo'q. Hammangizning ilmingiz yetarli bo'ldi. Endi sizlar shunday bir tog'larni zabt qilishingiz kerak. Haligi yaqinda hurmatli prezidentimiz shaxmat bo'yicha jahon chempionligi da'vogar bo'lgan yigitimizni nima beryapti, mukofot beryapti, ko'ziga yosh kelib ketdi. Shavkat Miromonovich, qarang, jahonda 200 dan ortiq mamlakat bor. Shaxmatni vatani Hindiston. Hindistonlik grossmeysterlar dunyoni larzaga keltirgan Kasparovlardan tan berdi shu o'zbekistonlik yigitga. Ismi hozir esimdan chiqdi. Sindorov, Javohirbek Sindorov. Qarang, yig'lavordi prezidentimizdan. Chunki mana qanday yoshlar bor biz O'zbekistonda, dunyoni zabt qilyapti. Shularning ichida ham javohirlar chiqsin. Xudo xolasa, ota-onalar bizning niyatlarimiz shu. Diyoraxon Keldiyor degan qizimiz dzyudo bo'yicha jahon chempioni, yaponiyalik, endi dzyudoni vatani Yaponiya. Yaponiyalik necha karra jahon chempionini shunday dast ko'tarib urganda hammamiz yig'lab bordik. Yapon qiz ham yig'lab chiqib ketdi nimadan? Zaldan. Chunki o'zbeklar shunaqa narsaga qodir.
Kechqurun televizorda ko'rgan bo'lsanglar, shaxsan prezidentimiz Jahon chempionatiga O'zbekiston futbol komandasini a'zolarini ketayotgan a'zolarini shaxsan qabul qilib, har bittasi bilan quchoqlashib, sizlarning orqangizda biz turibmiz. Ishonamizki, Xudo xolasa O'zbekiston futbol komandasi birinchi davradan birinchi o'rinda chiqadi va jahon chempionligini qo'lga kiritadi. Buni hammamiz buni kutib turamiz. Xudo xolasa. Demoqchimanki, yigitlar Atabsingarovga o'xshagan, Javobiga o'xshagan qizlarimiz Diyoraga o'xshagan qizlar bo'lsin. Biz maskanda sha'nini ko'taradigan ajoyib yigitlar bo'linglar. Fizikani, matematikani ko'p usulli o'quvchilar yoqtirolmaydi. Bu sohada o'qigan yigitlar juda iqtidorli bo'ladi bular. Matematikani yaxshi bilgan o'quvchi qolgan hammalarni yaxshi biladi. Respublikamizda xohlagan oliygohiga imtihonsiz berilgani bu. Hattoki bularda chet mamlakatlar kelyapti. Mana aytdingiz, Yevropadan, Yaponiyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, oliygohlardan nima kelyapti shu bolalarga? Keling bizda o'qing degan taklif kelyapti. Imorimiz komil, yigitlarimiz 53 nafar. Hammangiz oliygoh talabasi bo'ling. Hammangiz o'tirgan ota-onalarimizni yuzini yorib qiling. Ularda orzu umidlarini yetkazing. Qizlarimiz ham vaqtli, saodatli bo'lsin. Ular yulduzni uradigan diyoraxonlar bo'lsin hammasi. Rahmat, salomat bo'linglar. Samimiy tilaklaringiz va yuksak e'tirofingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Marg'ilon cho'qqisi. Boshimda qolar Everest cho'qqisi, boshimda tursa Andijon cho'qqisi. Tog'lardan mag'lubman, tog'lardan baland. Men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qqisi. Tog'lardan mag'lubman, tog'lardan baland. Men o'zbekman, boshqa o'zbek. Kızların
Hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar, maktab internatimiz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, o'quvchilarimizni bilim olishda o'z hissasini qo'shayotgan mehmonlarimizdan biri Erasmus o'quv markazi vakilasi Muhayyoxon Toshdonovaga so'z beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, direktor, ota-onalar, aziz va bitiruvchilar. Qadrli direktor Muhayyo Shodmonalina, sizning rahbarligingiz ostida mana shunday o'quvchilarni ko'rishimizdan bu sizning harakatingiz oynasidir. Endi sahnaga Basliddin Qutbuddinovni chaqiramiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'zida o'quvchilikda jasoratini, mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan va o'quvchilarga yaxshi bilim bera olgan bu siz tufayli ustoz. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz ustozga. Ustoz bugun siz uchun juda ham baxtli kun. Mana shunday o'quvchilarni o'stirganingiz uchun rahmat, kattakon minnatdormiz. Har qanday holatda ham, har qanday vaziyatda ham, hattoki charchoqlaringiz bo'lsa ham bularga qarab turib, esingizdan chiqib ketadigan holat bo'yicha sizga kattakon rahmat aytamiz ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Çalıp kolda sazını, yarım alarmını hayalim. Çalıp kolda sazını, yarım alarmını hayalim. Aytmaydı dildeki razını, cevapsız kaladır savalim. Aytmaydı dildeki razını, cevapsız kaladır savalim. Aman aman, gelsengiz canım aman. Aman aman.
har tomonimni roziman bariga kelsa bas baxtga urab har tomonimni aman 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 kelsangiz jonim aman 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 kelsangiz jonim aman baxtim bo'ling ey qoshlari kamon baxtim bo'ling ey qoshlari kamon
alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar va qadrli Dimiy oilasi. Bugun shu joyda turib, qalbimda juda g'alati tuyg'ularni his qilyapman. Bir tomondan quvonch, chunki biz katta hayot sari qadam qo'yyapmiz. Ikkinchi tomondan esa alamli sog'inch bor. Chunki bugun bizni voyaga yetkazgan maskan bilan xayrlashyapmiz. Men Dimiyga ilk bor 14 yoshimda kelganimda oddiygina bola edim. Ko'zlarimda hayajon, yuragimda qo'rquv bor edi. Bu katta maskanda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qilgan kunlarim ham bo'lgan. Lekin oradan vaqt o'tdi va men tushundimki, Dimiy faqat maktab emas, u insonni qayta tarbiyalaydigan, unga orzu beradigan, yiqilganda qayta turishga o'rgatadigan hayot maktabi ekan. Aziz ustozlarim, bugun sizlarga oddiygina rahmat aytish juda kamlik qiladi. Chunki sizlar biz uchun shunchaki dars o'tgan insonlar emassiz. Sizlar bizning ikkinchi ota-onamiz bo'ldingiz. Ba'zan sinfga kayfiyatsiz holatda kirganimizda ham bizni sabr bilan tingladingiz. Ba'zan dangasalik qilganimizda koyidingiz, lekin hech birimizdan umid uzmadingiz. Biz esa ko'p narsani tushunmadik. Ba'zan bergan tanbehingizdan xafa bo'ldik. Ba'zan nega bunchalik talabchan ekanligingizni anglay olmadik. Lekin bugun anglayapmizki, sizlarning har bir qattiqqo'lligingiz ortida bizning kelajagimizga bo'lgan cheksiz mehr yashiringanini tushunib yetdik. Ustoz oddiy qalb emas. Ustoz o'z umrini boshqalarning kelajagi uchun bag'ishlaydigan buyuk inson. Sizlar har kuni yuzlab bolalarning taqdiri uchun kurashasizlar. Balki charchagandirsizlar. Balki qalbingiz og'rigan kunlar ham bo'lgandir. Lekin doim bizga tabassum bilan boqdingiz. Shu sababli biz sizning oldingizda bosh egib ta'zim qilamiz. Agar biz kun kelib katta inson bo'lsak, yuksak marralarga erishsak, bilamiz, buning ortida sizlarning duolaringiz va zahmatli mehnatlaringiz turadi. Dimiy, bu yer biz uchun oddiy bino emas. Bu yer bizning eng go'zal yoshlik xotiralarimiz yashaydigan muqaddas maskan. Bu yo'llar bizning kulgularimizga guvoh. Bu yo'laklar orzularimizni eshitgan. Bu makonimizda bola holimizda kutib olib, bugun katta hayotga kuzatmoqda. Ketayotgan bo'lsak-da, qalbimizning bir burchagi baribir shu yerda qoladi. Yillar o'tadi. Biz tinimsiz mehnat o'g'ishiga ishonmaymiz. Turli kasb egalari bo'lamiz. Lekin bir kun ortga qarab, eng sog'ingan joyimiz shu maskan. Eng yaqin insonlarimiz esa aziz ustozlarimiz bo'lganini anglaymiz. Agar bugun bilmasdan sizni ranjitgan, ko'nglingizga ozor bergan bo'lsak, bizni kechiring. Shuni bilingki, biz sizlarni hech qachon unutmaymiz. Ismingiz qalbimizda umrbod muhrlanib qoladi. Rahmat sizlarga bizni tarbiyalaganingiz uchun. Rahmat sizlarga bizga ishonganingiz uchun. Rahmat sizlarga bizni o'z farzandingizdek ko'rib, mehr berganingiz uchun. Qadrli Dimiy, biz sen bilan xayrlashmaymiz. Chunki inson yuragidagi uyini hech qachon tark etmaydi. Hammasi uchun tashakkur.
Yashirgim kelmaydi men ham yoshlarim, chalinmay turaqol so'nggi qo'ng'iroq. Aytilmay qoldi-ku aytilmas gaplar, goh oshkor, goh mehmon bitilgan xatlar, bir bora yurakdan chiqmagan suhbat, ranglar sarg'ayib ko'nglimni ezar, qizlar qo'lidagi eskilik daftar, nahot armonga aylansa edi, bunchalar yurakka salarsan titroq, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Bu oqshom osmonda yulduz yig'laydi, ko'k abro to'rin oy unsiz yig'laydi. Majnuntol yonida, maktab bog'ida, yurakda dard bilan bir qiz yig'laydi. Bunchalar yuraklarga so'lasan titroq, chalinmay qo'yqol so'nggi qo'ng'iroq. Ayriliq onlari bunchalar azob, chalinmay qo'yqol so'nggi qo'ng'iroq. Qadrdonim jonajon maktab, dilni vayron etgimiz kelmas. Jonajonim qadrdon maktab, seni tashlab ketgimiz kelmas. Qo'llarimni mahkam tutordoq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ruxsoringga to'yay sinfdosh, ketma aslo yuzingni burib, yanoqlarda miltiraydi yosh, yig'layapmiz jilmayib turib, qalbimizda shirin bir titroq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Taqdir ekan shunday bevafo, ketyapmiz ayrilib jim-jim, ayro yo'llar taqdirlar ayro, xayrinni go'zal sevgilim, bag'ir toshim ko'zlarimga boq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Umr yillar to'xtamay bir zum, dilga solib alam g'amlarni, sog'inamiz seni maktabim, sog'inamiz quvnoq damlarni, qo'llarimni qo'yvorma o'rtoq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, qadrli o'quvchilar, diqqat qiling. 2025-2026 o'quv yilining so'nggi qo'ng'irog'i jaranglaydi. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq, yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq, yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq, qayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Yillar o'tib biz ulg'aydik, olib kelib sirlarim, bilim bergan ustozlarga deymiz rahmat ofarin. Yillar o'tib ulg'aydingiz, olib ilm sirlarim, bilim bergan ustozlarga deysiz rahmat ofarin. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq, qayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Vatan mehri ulg'aydirdi, oq yo'l bering bizlarga, ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Vatan mehri ulg'aydirdi, oq yo'l bering bizlarga, ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq, qayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq.
qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Ayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Ayda yursak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Shirin shirin hayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq. Yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq. Shirin shirin hayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq. Yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Ustozlardan saboqlar oldik, gohi darsga kechga ham qoldik. Mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik. Ustozlardan saboqlar oldik, gohi darsga kechga ham qoldik. Mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda dunyo sendan tor ekan maktab. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda dunyo sendan tor ekan maktab. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon kunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon kunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar.
Boşib bo'ldi ko'ngil yoshlarim Hayır endi sinfdoshlarim Boşib bo'ldi ko'ngil yoshlarim Hayır endi sinfdoshlarim Sodiq sirdoshimga aylanding maktabim nima yaxshi-yu nima yomon deb hayotga o'rgatding mehribon maktabim endi bilsam bu maktab davriga hech narsa tengmas qachon ulgurdi shuncha yil o'tib nahot bolaligim endi hech qaytmas endi mehringizga sizlarsiz chin do'stlarim qanday qolganman bu sog'inchga endi